Gençislağı 2021 yıl 6. ayının 22. günü vatandaş. Yukarı leksiyanın devamı. Wagner Hanım mundaq görsetdi. Juqumluq virus bilen juqumlangan her bir Amerikalıqның özüge xas hikayesi var. Ola juqumlıştın tartıp kesel azabı, korkuş, ümitsizleniş, hem de hazırı gazaplanışını baştan geçirmekte. Növətdə bu juqumluq kesel Amerikada 600 min kişini hayatıdan ayrıdı. 33 milyondan artıq kişi çünkü Kompartiyası juqumluq virusu bilen juqumlandı. Wagner Hanım Avam Palatası Taşqi Münasibetler Komitetinin muavin yuqur derecelik əzası. O ötken növbetlik devlet meclisinde çünkü Kompartiyasının iqtisad sahasıda juqumluq virusqa məsul buluşu doğrusu da kanun layihəsi o'ttirg'i qoygan idi. Lekin devlet meclisinde Demokratlar Partisi mensuplarının qarşı turuşu bilen to'xtab qo'yilgan. Yaqin bir neçe aydan beri Amerikada siyaset sahasıdagilar, matbuot ve ilim-fan sahasıdagilar juqumluq virusdan kelish manbai to'g'risida zo'r burilish hosil qilib, çünkü Kompartiyasi virusdan manbaini tekshirish to'g'risida sadolar yuqori o'rlashga boshladi. Çünkü Kompartiyası virusunun, azim şundaq yangi isim chiqibdi. Çünkü Kompartiyası virusunun manbaini tekshirish to'g'risida sadolar yuqori o'rlashga boshladi. Amerika Qo'shma Shtatlari Prezidenti Joe Biden 5. ayının 26. günü ma'muriy buyruq imzo qo'yib, Amerika istihbarat organlarining Jungo virusining tajribaxonadan chiqib ketganligi to'g'risida tekshirish elib berishini, tekshirish natijasini 90 kun ichida yuqoriga topshirishi talab qilindi. Wagner mundaq hisobladi. Vaqt yetib keldi. Amerika to'lam qonuni ma'qullab juqumluq virus masalasida Jungo Kompartiyasini javobgarlikqa tortish kerak. Vaqt yetib keldi. Juqumluq virus masalasida Jungo Kompartiyasini javobgarlikqa tortish kerak. Wagner 6. ayının 15. günü e'lon qilgan axborot originalida mundaq ko'rsatdi. Dünya Jungo virusining tarqalishiga o'rtaq qarshi yo'lida tirishchanlik ko'rsatayotganda Jungo Kompartiyasi gap qilishga jur'at qilgan ilim-fan odamlarning og'zini tuvoqladi. Amerika to'lam qonuni Jungo Kompartiyasi chiriklashgan bu hokimiyatning axloqsiz ve xatarlik harakatlariga o'zining javobgar bo'lishini kapolatga qilish kerak. Bu qonun loyihada iqtisodiy jihatda Jungo Kompartiyasining mas'uliyatini surishta qiladigan konkret taklif, tadbirlar o'ttirg'i qo'yildi. Jungo mana bu tadbirlar ve takliflar tuvandikicha Jungo Kompartiyasining Amerikadagi har qandaq mol mulkini to'ng'itish va Jungo Kompartiyasi bilan qo'sh taraflik to'lam to'lash kelishimi imzolash. Vaqt qurish Amerika xalqining juqumluq virus tufayli tortgan ziyonlarini to'lash. Jungo Kompartiyasi hukumatining Dunyo sud tashkilotidagi taraqqiy qilayotgan davlatlik o'rnini amaldan qoldirish. Jungo Kompartiyasining Dunyo bankisidan pul qarz olish salohiyatini bekor qilish. Birlashgan Davlatlar Tashkilotida Jungoning alohida imtiyozga ega bo'lishini to'sish yoki cheklash. Amerikada Zapas pul komitetining Jungoga mablag'i selishini cheklash.
Kompartiya əməldarları ve onun aile təvabatları yuqumluq bir olsun nep alğan tibbi davalaş işkini soğudigarları, yuqori pen texniki şirketleri, aqli mülk oğurları şirketleriga imporgu yürgüzüş Muşa qanundan məzmuni ve muşa qanunda talep qılındı vatandaş.